Bu sahna ko'rinishida qo'yishdan maqsad bitta, dehqoncha qilib tushuntiraman. Shu haydovchilik o'g'lani pravani olayotganda o'qib haqiqiy bilimlaring bilan olinglar degan maqsadda qo'ydik. Ancha qarzdek arziydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Do'stlar, qo'limda to'p turibdi. Kecha ham rosa bo'lgan. Hozir ishonsalaringiz, pardan orqasida 180 nechtagadir yaqin san'atkor turibdi, qo'shiqchilar. To'pni otaman, kim ushlab olsa, o'sha to'p bilan chiqib keladida, xohlagan san'atkorini aytadi, o'sha odam chiqib ashula aytadi. Bunaqasi birinchi marta menimcha kelishdiga. Faqat qo'shiqchilar o'zbekistonlik bo'lsa, tirik bo'lsin. Yo'q, bor. Tayyor, ha? Kecha bu tomonga otganmiz, bugun bu tomonga. Malades, marhamat, menimiz. Malades. Salomat. Tabriklar, qarshi olinglar, mana shu bola ol. Malades. Yaxshi. Tinchlikmi? Va uyingizdan olib kelgan to'p o'tmaydimi, aytib qo'y. Chestniy bo'lsin. Tabriklaymiz. Kimni qaysi qo'shiqchi chiqsin? Sa'dulla Fathullayev. Personalli muxlisimi deyman, qo'shiqchi deyapman, qo'shiq. Siz ham qo'shiqchi-ku, Sa'dulla Fathullayev, marhamat eshitaman. Tirik bo'lsin dedim. Qaysi qo'shiqchi? Sa'dulla ham rostmi? Bo'ldi. Va'da. Sa'dulla Fathullayev. Ko'kchoy guruhi. Rahmat. Assalomu alaykum. Tarararam, este sadi músico Ko'kchoy sing. Tarararam, este sadi músico Ko'kchoy sing. Asharga chiqqaningda eshik ochib, Yor oley. toshkentda tursa quyosh nuri sochib, Yor oley. bir tabassum qilar ko'rsa o'ziga jonim. O'yinimizdan yo'l solmagin sen tomon. When a bitch that ain't attitude, park it like it's hot, park it like it's hot, park it like it's hot. And if a nigga get attitude, drop it like it's hot, pop it like it's hot, pop it like it's hot. I got it all in my arm, then I put a chunk long, get it ready, get sweet, cause I got it going on. Balandanda, hayota chiganda, keragi yo'q ekan, nafas ochilganda, menga ber xudo hamma yordam, vaqt joy bor, meni to'la olmagan bolani dordanam, bolani sakrama yo'q, yiqilasan bola, ko'rpaga qarab, o yo'g'ing güzel, men uchun davlat ota-ona jonim. Rahmat. Ko'kchoy guruhi. Sa'dulla Fathullayev hamda Ko'kchoy gruppasi. Rahmat. Rahmat degan joyda lekin yomon ketdi. Rahmat. Ana ashula qaysi edi? Bundan oldingisi? Papurinmi? Qaysi edi? Seni layli. Hajringda to'lg'on majolmas ovasingda divonaman.
Sadiq aka, meni qizim, olavering qizim. Adashdi. Hayajon bor. Ha, Mayli. siz- Yo'q, sizga Qizingiz dadasini tanimaydimi? Sizgami Gulam? Sizgami? ayting. Seni Ha, qo'shig'ini aytaver. Seni Oma meni odamlarga ayttirmanglar, bular biladi. Sizlardan eshitaylik. Seni laylim hajringdan to'lg'onaman. Majnun misol vaslingda divonaman. Sadirlar Matqullayev hamda Ko'kchoy. Rahmat, sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Oling. Kichkina qizim. Menga ham berib yuboring. Qizim, beru. Qizlaringiz dadasini yaxshi bilmaydimi deyman. O'zim bergan gul. Elmurod Taqnazarevga qarsaginglar bo'lsa. Rahmat. Qo'shiqchilikka rep bilan kirib kelganimda O'zbek konsertidan telefon bo'lgan. Birinchi qo'shig'im to'xtatdi, bo'ldi degan. Ki borganman. Nima? So'kinmayotgan bo'lsam, bir yaxshi-yu desam, san deydi, bitta qo'shig'ingda ishlatgan so'zlarni elita san'atkor bo'lib ishlatadi. Bir dona chiqargan, eshitib ko'rasizlarmi? Qarang. Mana boshlandi sevgini oxiri tugadi, hammasi qo'shdimi endi topiladi yor yana bevafo kimsa muhabbatda charchagan qaddimaslar salom beraman ergolaman boshladi kun kechagini davomi san mana tanmagan izda mani hayotimda bo'lardi mana nolman qalpoq to'ksa salovat sevgini dastdan yo'qoladi halovat bilaman mani xatoyim chunki kulaman. To'xtanglar, bu qo'shiqning nomi. Endi qo'shiqda eshit. Bitta telefon bilan bo'ldi qildi ishga. O'sha to'xtatganmiz. Hozir o'rtoqlar mana shu joyida homiyimiz Sayxun suvlaridan sovg'alar bor. Har kuni endi kichkina o'yin qilyapmiz. 4 ta xohlovchilar bo'lsa, ashaddiylar 4 ta faqat. Keling, bitta. Bo'ldi. Shu qoida oddiy, ana bor-ku. Bunday qilib turg'izib qo'yish. Shu ikkitadan otasizlar, kimda ko'p tikka turib qolsa, shu yutadi. Bu ichib o'zlaringizga moslab olinglar suvni. O'zlaringizga moslab. Nafsing chuqurlab oxirigacha ichib qo'ymasan bola. Men suv bermayman boshqa. Qarsak bo'lsin. Tayyorsiz aka? Keling. Qayerdansiz? Yangi yo'ldan bormi? Ikkitadan o'tamiz. Ikkitadan. Ketdik. 1. Aka, 2. Siz bosh zalalyaptimi? Aka, ko'rishguncha o'zingiz ehtiyot qiling, sog' bo'ling. Keling, siz tayyormi? Qayerdan? To'xtang, o'zim topaman. Sirdaryodan, ha? Davay, 2ta. 1 2. Suvda oling, xafa bo'lmaysiz. Ertaga hali murojaat qilib chiqmang, nechesini bo'ldi, qani? Qayerdan? Toshkentdan. Bora Toshkentdan. Bor. 2ta. 1 2. Suvda oling. Yaxshi, bakilashga ham berib turdim, ha deysiz. Qayerdan? Toshkent. Ketdi 2ta. 1 2. Xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, xafa bo'lganim yo'q. Kel, siz baqa o'tib turing. Toshkent, ketdik. 1 2. O'yinni qoidasini bilasizmi? Yotqizish o'ynamayapmiz. Va sog' bo'l. Aka, marhamat. 2ta. Ketdik. 2. Aka, qayerdan? Chinozdan bormi? Aka. 2ta. Qayerdansiz? Farg'onadan bormi? Bor. 1 chapaqaygansiz. 2. Mayli. Videolarga salom ayting. Keling, 2ta. Toshkentlik bu bolam, bilaman. Kecha ham chiqib o'tdi. 1 mayli, xafa bo'lma. G'amgin qarama, yig'lab boraman. Bo'ldi, yo'q. Chesli bo'l. Aka, qayerdan? Surxondaryodan bormi? Yo'q, kamayib ketisizlarmi? Ketdi. Tut. Hamma yangi yilga qaytgan deydi.
Bir, ikki. Oh, bu tomonga o'tasiz. Aka, qayerdan? Shahrisabzdan bormi Samarqand? Qashqadaryomi? Sash aka, ketdik. Bir. Ikki. Ikkitaga bitta turadi. Kel. Qayerdan? Qayerga ketyapsiz? Oy! Kayfingiz bormi? Barcha. Yutganlar qatoriga o'tyapsiz. Shoshilib ketishingiz lozim. Qayerdan? Baxt? Sirdaryo. Sirdaryodan bormi? Bor aka. Ketdi aka, ikkita. Shoshmasdan. Yana bitta otingchi? Bitta otingchi yana? Qolib. Va keling. Mana kvadratni ko'ryapsiz-a? Yo'q, ketmaysiz. Mashina ichidan chiqmaysiz. Tushganda chaqirasiz. Hop. Voy, to'xta, o'tiring, seryozni. Sizlar qarab turinglar, ikkovlaring qarab turinglar, chestniy bo'lsin. Tushganda chaqirasiz. Kelishdingmi? Endi sizlarda o'tiring. Bittaliklar kelinglar, siz bo'ldi, yutdingiz. Siz birinchi o'rinsiz. Bittadan aka, ketdik, bittadan. Qani aka? To'xtang, bo'ldi, siz bittadan. Ikkovlaringiz. Keling, ikkovlaringiz qo'llaringiz. Siz ikkinchi o'rin. Bu nima bo'lyapti? Qo'lingizda turg'izib qo'ymang uni aqlni. Oling. Ko'raylik. Bittadan ket. Qani aka? Ketavering. Oling, oling aka, rahmat. Sog' bo'ling. Bor narsam o'zi. Bu tayi bormi o'zi? Tayi. Xafa bo'lmaysiz. Agar vaqtingiz bo'lsa qolavering 4-blokda. Bolalar baqa kelmaydi baribir. Sog' bo'ling. Demak, 3-o'rin va 2-o'rin uchun maxsus sovg'a iPhone 14 Pro Max rangida sayxon suvlardan aka tifal. Sizga va Abdullo o'zingiz olib bering. Bu bola Abdullo. Bu bola kecha yutib olgan edi. Indinga qanaqa vaqtlaringiz? Akalar, sog' bo'linglar, rahmat. Hababasmisiz? Sog' bo'ldi aka. Sog' bo'ling. Birinchi o'ringa esa ikkita sayxon suvdan olib chiqamiz desam. Yo'q, ketmaydi. Birinchi o'ringa sayxon suvlardan televizor. Marhamat. Sizga. Sizniki. Kimga berasiz? O'zimga. Rahmat, qarsinglar bilan kuzatib qolamiz. Malades. Sog' bo'linglar. Ana endi qizim kimdir ko'cha chiqib keldilar. Dadingni adashtirib qo'ymagin. Katta rahmat.